Osmon, undagi yulduzlar, yulduz to'lqinlari qanday va qayerda joylashgani sizga qiziqmi? Buni o'rganish uchun Stellarium degan dastur qo'l keladi. Avval bu dasturni yuklab olasiz. Haqiqiy osmon xaritasini ko'rasiz. Ishga tushirgach, telefonni yerga parallel qilib tuting. Shunda u sizning ko'rish burchangizni aniqlay oladi. Dastur sizning joylashuvingizni, osmon xaritasini va qaysi yulduz yoki sayyora qayerda ekanligini ko'rsatadi. Ekranni surib, qaysi yulduzni yoki sayyorani ko'rmoqchi ekaningizni topishingiz mumkin. Vaqt va sanani o'zgartirib, kelajak yoki o'tgan zamondagi osmonni ham ko'rishingiz mumkin. Qidiruv tugmasiga bosib, ixtiyoriy osmon jismini, masalan, qutb yulduzi yoki quyosh deb yozsangiz, ekranda qayerda ekanini ko'rsatadi. Bundan tashqari quyoshning istalgan davrda qaysi zodiak sohada bo'lishini, quyosh va oy tutilishini ham ko'rish imkoni bor. Stellarium bilan osmonni o'rganish juda oson va qiziqarli.